19 sentyabr soat 18 va 10 daqiqada mening yurtimda Qodirxon dil yarasi ning 9 fasl 123 qismi chiqadi. Bu voqea meni hayajonlantiradi, chunki har bir bob sehrli. Kuz kechasi barglar shitirlashi va choy issiqligi bilan biz ehtiroslar olamiga shongimiz, sevgi taqdir qoyalari bilan to'qnashadi. Bu serial mening marosimim va mani nima uchun u o'ziga tortadi. Qodirxon samimiyligi bilan zabt etdi. Qahramonlar jonli, o'zbek ruhida, sharaf va oila ustun. Bu qismda syujet aylanadi, xiyonatlar yaralaydi, kechirimlar shifo beradi. Aktyorlar ajoyib, Qodirxon, xarizma boroni, O'zbekiston manzaralari, ekranda she'r. Dialoglar o'tkir, hazil va drama bilan. Serial yaqinlarni qadrlashni o'rgatadi, hayotni aks ettiradi. 123 qism kulminatsiyani va'da qiladi, burilishlar va nozik lahzalar kuting. O'tkazib yubormang, bu epik bo'ladi.